endi navbat 7-raundga. Va 7-raundda ham tez bitta qaramagan holda tanlab olamiz, ha? Oybek aka. Va daydi birinchi o'lim Oybekka o'xshatilar. Va Oybekka ishlab boshda qo'ygan. Men qo'lsiz tushdim o'yladim. Demak, hozir Oybek ikkita qo'l bilan yurganlar. Va endi men o'zim tushgan narsani ko'raman. Va menga bitta qo'l bilan va bu degani men bitta qo'l bilan hozirgi tushadigan narsani yeyman. Va endi bori bugungi challenjda eng ko'pi tushgani qo'lsiz. Va demak, Sardor qo'lsiz yeydi. Bizda ikkita sharimiz bor. Bittasi qizil, bittasi yashil. Qaysi birini yoramiz? Menimcha biz yashil yorganimiz ma'qul. Yashilda yaxshi nakazani bo'lishi mumkin, davay. Va hammamiz ham yashil yoramiz. Bu sharishdan yana ikkita qog'oz chiqdi. Bittasi nakazaniya, bittasi biz yeydigan narsa. Va bo'lmasa qog'ozni ochamiz. Va birinchi qog'oz yeydigan narsamiz ekan. Va bu yeydigan narsamiz. Dragon fruit deymiz hozir biz. Ikkita qo'llar bilan, ha. Eng qizig'i bu qo'lsiz qanaqasiga tishing bilan postini ochasan. Bizdan bilmay qo'rqaman. Postini ta'mi shunaqa yomon. Va ayni navbat nakazaniyaga. Va nakazaniya. Nima? Короче, bu 7-raunddagi tushgan nakazaniya bitta qo'l kimga tushgan bo'lsa, o'shani bitta qo'lini boshi bilan birga sko'chlab qo'yarlar ekan. Va shu holda yeyish kerak. Nima bu? Demak, sizlar shuni qo'lsizmi? Yo'q, men bor, men bunaqa qilaman. Aytilmadim, keyin yeyman. Nima? O'rtoqlar, iltimos bu yerda narsa tarqatmanglar, chunki bu kirishdan sharmanda bo'lib ketaman. No, xabar, o'zim challenge'im va o'zim buni bajaraman. Bela! No, mashq holda men yeyishim kerak hozir. Lekin qarang, qo'lim bunday qilsam bo'ladi. Chunki qo'lim tepaga qarab sko'chlangan holda yeyishim kerak. Ya'ni qo'lim tikka turish kerak degan emas. Rizika o'ynamasin faqat. Rizika o'ynamaslik harakat qilaman. Lekin rizika javob beraman. O'ynab qolsam to'g'rimiz. Lekin shu holda men yeyishim kerak. No'xamal bo'lmasa, endi rahmat o'sha bu raund tushgan Dragon fruitlarni olib kelishga. No'xamal bo'lmasa, o'rtoqlar bilan navbat tez yeb olishga va birinchi Oybekka ikkita qo'l bilan buni ochib yeying. Mana o'rtoqlar bu tayyor qilib qo'yilgan menimcha. O'zim bundoq qilsa ochiladi bu. O'zi ochishni bilasizmi buni? Endi ochamiz hozir. Umringiz deganmiz Dragon fruit? Unda men o'sha kamyob Dragon fruitni maza qilib yo'qolaman. Bismillah. Ta'mini yeb ko'rsang bilasan. Yo, chayna. Sizga yoqmadimi ta'mi? Narsa ta'mi yo'q. No, okey, demak Oybekka bu narsani yedilar va Oybekda bir bor. Va endi men navbatim. Va men qo'limni mamnaqa qilib bu Dragon fruitni ochaman. Ya'ni bitta qo'ldaman men. Mana, men hozir boshlanishda ocha olish kerak. Va men ocha oldim, men buni hozir qanaqa tishlayman? Bu yoqqa qo'yman-da, aniq tishlayman. Xullas o'rtoqlar, bu raundda ham men narsamni olib, o'zim shartimni bajardim. Va davayt, endi Sardor navbati. Va Sardor, Qarochi, agar sizlarda qanaqadir ideyalaring bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Что qanaqasiga qo'lsiz bu narsani yesa bo'ladi. Lekin men o'ylab topgan usul cringe bo'lsa ham yaxshi bo'ldi. Eng muhimi hozir yutishim kerak men. Qo'l ochildi. Ozgina ochildi lekin. Ozgina ochildi. Vot, bu meni imkonim, endi qolgan tishim bilan ocha olaman. Bu narsani lekin borib birinchi marta yeb ko'rdim. No, как kivini ta'mi kelar ekan. Ozgina kivi bilan как bodringda ta'mi. Xullas o'rtoqlar, ko'rib turganingdek Sardor ham yedi. Va bo'lmasa endi 7-raunddan hammamiz yedik va hammamiz bir oldik. Va bo'lmasa endi eng qiziq finalning 8-raundiga.